Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-aprel haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Sochiqlar. Sochiqlar aka 1000 so'mdan boshlanardi. Nech pulgacha? 1000 so'mdan boshlanib 100 ming so'mgacha ekan. Sochiqlarda narx-navolari. Xo'p, donaga ham, pachkaga ham sotilaveradi. Mana shu bir turishi necha pul? Mana shu bitta pachkasi. Mana shu turishi 50 ming so'm, ichida 10 ta bo'ladi. Shuni ochig'idan ham bormi? Yo'q, ochig'i yo'q. Ha, buniki yo'q, ha, ochig'i. Xo'p. Mana bu ena bola deydi. Necha pul shunisi? 60 ming. 60 ming so'm bersa olib ketaveradi, mana shu turishini. Ina bola, bitta bandi, bitta 100. Ha. Bitta kichkinasi bo'ladi, bitta kattasi bo'ladi. Mana kichkinasi ham ko'rinib turibdi. Bu sochiqlar nimami? O'zbekistondikimi yo Xitoy ham bormi? Xitoy 100 ming so'm. 100 ming so'mdan mana Xitoyda sochiqlar ekan. Bu O'zbekiston. Bu O'zbekiston, ha? 65 ming so'm. 65 ming so'm shu ena bol. Kampalak. Xitoydagi buni katta shekilga bunisi, mana shu. Xitoy. Mana shu tarafdan bag'i Xitoy ekan. Xo'p. Mana o'zi sartaroshlik ham qilgansiz. Sartaroshlar qaysini olsa yaxshi? O'zi tajribasidan kelib ko'p mana soqollaydiganlar ishlatadi sochiqlarni. Qaysi biri yaxshi? Shuni ham tushuntirib qo'ying mana qani. Mana ular yaxshi. Rashitkasi bor, ana xibi mana shu. Mana. Bitta sizlarga ma'lumot, sartaroshlar bo'lsa, shundan olsa mana akani o'zi ham shu ishni qilgan. Kattaroq, razmer kattaladi bular. 12,5 ming. 12,5 ming so'm. Xibi bu ya, sartarosh. Yaxshi, bitta anaqangi ma'lumot bu ham. Xo'p, endi haligi kichkina nimalar ham bor edi. Endi boylamdagi sochiqchalar tashqarida shekilliga. Bular ham detskiy ular. Mana ular nima oshxona sochiq. Endi ilib qo'yadi. Kep o'sha xullas odamlar qo'lini artaveradi. Nech pul? 10 mingmi? 10 ming so'm. 10 ming shunday donaga bu 10. Zo'r. Bu boylamdagi sochiqlar 1000 so'm shu. Pachkasi 5 ming so'm. 5 talik bo'ladi. mana shu turishi nech pul? 50 ming. Mana shu turishi 50 ming so'm, ichida 50 ta. Qopga arzon qilib beramiz. Qopga arzon ekan. Yana ham. Xo'p, bu tarafda ham 3 ming so'm. nimani? Donaga ham sotyapsizmi? Yo'q, o'sha 10 ta beramiz dona. Ha, 10 tasi 30 ming so'm bo'ladi. 3 ming so'mdan ekan sochiqlar mana. Bular bannilar 14 ming. Ular 14 ming so'm ekan. Balni sochiqda katta bo'ldi. Buklab qo'yishganda qayerda buni sal kattalashib ketmasin paketida. Kichkina sochiqcha 14 ming ekan demasin deyapman-da. Mana buni 2 qavat nima qaytarib qo'yishgan. Telefon nomeringiz? Mana. Telefon nomerlari mana. Shu sochiqlar kerak bo'lsa, shu nomerga telefon qilaverasizlar. 1000 so'mdan boshlanar ekan, 100 ming so'mgacha ekan. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftani chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'lyapti. Xo'p. Katta bozor.